Sergeli sokin makon 16 etажli novostroykamizdan ikkinchi etajdan bir xonali kvartiramizni srochniy narxlarda sotuvga chiqdi. Land House qurgan domlar shunda betonka yo'li yuzida joylashgan. Ikkinchi etaj mebel texnika hamma narsasi bor. Srochniy arzon narxda sotuvda. Naqdga, ipotekaga, subsidiyaga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Videomizni oxirigacha tomosha qilinglar, kvartiramiz yoqsa joyida baraka qilinglar. Kvartiramizga ham kirib oldik, hurmatli obunachilar. Bu yog'imizga kirib kelaverish eshigimizni koridor kattaligiga bitta xamet beraveringlar. Kiraverishda bizani prixojniy mebelimizni kutib oladi. Prixojniy mebellar qilib qo'yilgan. Bu yoqda sanuzel, xo'p, oshxonasi и o'sha birinchi xonasi 44 metr kvadratli novostroykadan bir xonali kvartira. Uncha-buncha turmaydigan kvartiralarimizdan bittasi. Sotilmasdan oldin dasturxonga zalogini beringlar yoki kelib turib barakasini qilinglar. Birinchi xonadan boshlab ko'rsatamiz. Hozir remont jarayonida. G'o's remont bo'ladi. O'zining mana bunaqa mebellari bor. Xo'p, kir mashinasi kelgan. Bu yoqda televizorni zonani uстановка qilishgan, bitta televizorni ham qo'shib qo'yib beriladi. Lyustralar qilib qo'yilgan. Xo'p, birinchi umumiy bitta xonasi. Radiator orqali istiradi. Akva romlar. Duxkonturnik yo'llarimizga qo'yib qo'yilgan. Bu yog'imizda oshxona. Xo'p, oshxonaga ham xolodilnik kelgan, gaz plitasi, vichkasi, kuxonniy mebel qilib qo'yilgan. Mana radiatorlari bor, akva romlar, jalyuzilar qilib qo'yilgan. Shu zo'r lokatsiyadan juda ham zo'r kvartiramizda duxkonturnik yo'l, gaz pas, hamma narsasi bor, hurmatli obunachilar. Shundoq kelish kerak, barakasini qilish kerakli uy. 44 metr kvadrat. 44 mingga metr kvadrati $1000 bo'lyapti. Shunda katta yo'lli yuzida sokin makon hamma biladi. Vannasi polniy kafeldan chiqqan, hojatxonasi, rakvinasi, bu yoqda dushavoyi qilib qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Olib turib ozgina rasxod qilib olsanglar, xo'p, aboy qilib yoki bitta-ikkita mebellarni to'ldirib olsanglar, tayyor zo'r bitta uyimiz bo'ladi, hurmatli yurtdoshlarimiz. Ushbu kvartiramizni dasturxonchining narxlarda xudo xohlasa sotuvda. Naqd pulga 44 mingga berib yuboramiz. 44 kvadrat, 44 ming, 16 etажli novostroykani ikkinchi etaji, shokolad etajidan olish kerak, hurmatli obunachilar. Pulinglar bo'lsa baraka qilinglar. Kreditga so'rab o'tirganlar bo'lsa, $16,000 pulinglar bo'lsa, sizlarga ushbu kvartirani ipoteka kreditga 15 yilga, 20 yilga chiqazib beraman 17,5% dan. Еще qo'linglarda 15-16 ming dollar pul bo'lsa, bo'ldi. Oylik to'lovi ham juda ham arzon chiqadi. Telefon qilinglar, barakasini qilinglar. Naqd pulga olaman desanglar 44 mingga shundoq barakasini qilib yuboramiz. Ipoteka bo'lsa ham vashshe farqi yo'q. Realniy odam telefon qilsin, oladigan odam telefon qilsa, sirrazu barakasini qilamiz. Rasrochka, pasrochkaga bo'lib tillashga, u narsaga so'rab o'tirmanglar. Qo'llarda shundoq 16 ming, 17 ming, 15 ming pulinglar bo'lsa, telefon qilinglar, ipotekaga barakasini qilamiz yoki 44 mingga naqdga barakasini qilamiz. Shunaqa srochda turgan uy. Sergeli, sokin makon. Telefon qilinglar, barakasini qilamiz.